Assalomu alaykum hurmatli asakaliklar. Asakada umumiy maydoni 3 sotiklik yer maydonimiz sotuvini e'lon qilamiz. Qadrli obunachilar, bu yerimizning manzili Asaka Stello tepasi Ergashobod degan joy, mahallaning nomi Ergashobod. Bunday qarasanglar, mana shu yerdan dev ko'rinib turibdi, to'g'risida. Ash dev bo'ladi, sariq chap qo'ldik. Xullas, mana shu yerdagi mana shu binoyimiz 3 sotiklik yerimizni sotuvini e'lon qilamiz. Bu yerda elektr energiya bor, suv yo'q lekin. Mana shu Stello'da yonida o'ng qo'lda ko'cha bor, ashidan to'g'ri chiqiladi. Maylarda bilganlar biladi. Shunaqa joy mahallani boshida, qadrli obunachilar. Yangi qurilgan chek sotilar ekan. Mana shu yerda hozir birgalikda kirib, ichkaridagi sharoitlarni ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Uy sotiladi deb ham yozib qo'yilgan. Mana uni bu yog'i yo'q kadastrda. Kadastr dokument hujjatlarida umuman muammo yo'q. Buni bu yog'i mana yerda qanaqadir baseyni borligiga baseyn qurgan ekan, o'shuning uchun bu yog'ini sotmagan ekan. Mana shu yerda bu yog'i 3 sotiklik joy. Suvga bochkalar ham qo'yib qo'yilgan ekan. Bularni ham endi kelishasizlar. Mayda ozgina kichkina navescha, naryoqda hojatxona. Mayda podvalini ko'rsatib o'tadigan bo'lsam. Podvali. Mana shunaqa kichkinagina mana podvalchasi ham bor, qadrdonlar. Rasa ko'pchilik Andijondan Asakadan yer chiqaring deb juda ko'pchilik obunachilar yozdi. Mana yer sizlarga, qadrdonlar. Bu yerda mana bitmagan ekan. Bu yoqda mana divan, kreslo, shpanellar. Bu xonasida yashasa bo'laveradigan sharoit bor ekan. Patologiya ham qilinmagan ekan. Oddiy bo'z tortib qo'yilgan ekan. Shunday yo gipsakardan qilingan shekilli, yo bo'zmi? Polla qilingan. Bu yerlarda mana shunaqa holatda. Nima ekan mana? Qaldiroching kuribdi. Barakali uy ekan. Barakali uyga qaldiroching bilan bu yoqqa narsa qilib bergan ekan. Bu yoqqa uying kuribdi. Shunaqa xonadonimiz sotilar ekan, qadrli obunachilar. Bu videoda ko'proq asakaliklarga jo'natib qo'yinglar. Asakaliklar xabardor bo'lsin. Biz kanalda albatta obuna bo'lib qo'yinglar, lekin bir narsani o'yladim. Ko'p asakaliklar mendan so'radi. Yer uy domlardan ko'proq chiqaring, Sharxondan, Andijondan ko'proq Asaka Sharxondan so'rashdi juda ko'pchilik. O'shuning uchun xudo xolasa alohida Asaka Sharxon uylari deyman yoki bo'lmasa Asaka uylari degan alohida YouTube uchun realniy mana bor narsani ko'rsatib video syomka qilgan baribir boshqa deb o'ylayman mening nazarimda. O'shuning uchun alohida bitta YouTube kanal ochmoqchiman. Faqat asakalik sharxonliklar uchun. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar, oching, alohida qilib ko'proq uy syomkalarini chiqaring deb kommentariyada yozsanglar, xudo xolasa chiqarishga harakat qilaman. Bitta bodom yaxshi unibdi. Bu yoqda mana giloslar ham ekilgan ekan. Xullas, u yog'ini o'zingizlar eplab olasizlar. Mana shunaqa holatdagi uyimiz sotilar ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $25,000. Oz-moz kami bor ekan. Kimgadir qiziq bo'lsa, nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Qisqacha ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Mayli, sog'-salomat bo'linglar. Ko'proqdan videoni ko'rish uchun videoga bitta like bosib, videoda asakalik tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Salomat bo'linglar.